Hozir. Oyijon. Ha bola. Shu doktorlarning gapiga kirganingizda yaxshi bo'lardi-da. Ozroq kasalxonada yotganingizda yaxshiroq davolanardingiz. Qo'y bolam. Shundog'im yarim umrim kasalxonada o'tdi. O'z uying o'lan to'shaging bolam. Keyin bu kasallik hech tuzadiganga o'xshamaydi. Unaqa demang oyijon, siz albatta tuzalasiz. Bu gapni boshqa gapirmang. Xudo xolasa tez orada tuzalib ketasiz, oyijon. Xo'p bolalarim, xo'p. Sekin ehtiyot bo'lib chiqing, oyijon. Aka, shuncha doriga pulni qayerdan topamiz? Sen xavotir olma. Men pulni albatta topaman. Bor, yonlarda bo'lib turgin. Xo'p. Ikrom, Eshitaman. bu men Akbarman. Ha, Akbar, yaxshimisan o'rtoq? Rahmat, yaxshi. Ovozingdan yaxshiga o'xshamayapti. Tinchlikmi o'zi? Ikrom. Oyim qattiq betob bo'lib qoldilar. Yo'q, Ha. Bugun shifokorlarga ko'rsatgandik. Ancha dorilar yozib berishdi. Xo'p. Shunga doriga pulim yo'q, o'rtoq. Yordam bera olasanmi? Iya, bu nima deganing o'rtoq? Do'st shunday kunda kerakda. Sen menga tushdan keyin qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Men ungacha pulni hal qilib qo'yaman. Rahmat do'stim. Yaxshiyam sendek do'stim bor ekan. Artımdan taş atmagin ey dost, günahlarga batmagin ey dost. Qadri baland qadrdonim sen, meni arzon sotmagin ey dost. Artımdan taş atmagin ey dost, günahlarga batmagin ey dost. Qadri baland qadrdonim sen, meni arzon sotmagin ey dost. Do'stim, do'stim, artingdan tash otgan yo'q edim. Kim taş atsa unga o'q edim. Naqat o'tda kuydi diyonat, naqat do'sting bo'ldi xiyonat. Naqat o'tda kuydi diyonat, naqat do'sting bo'ldi xiyonat. Qiyomatlik do'stim qiyomat, meni arzon sotmagin ey do'st. Qiyomatlik do'stim qiyomat, meni arzon sotmagin ey do'st. Do'stim,
Ortingdan taş atgan yo'q edim. Do'stim, ey do'stim, kim taş atsa unga o'q edim. Erkek bulup utkay mert kishi do'st sha'nini asrash tashvishi. Bunday savdo pastlarning ishi. Meni arzon sotmagin ey do'st. Erkek bulup utkay mert kishi do'st sha'nini asrash tashvishi. Bunday savdo pastlarning ishi. Meni arzon sotmagin ey do'st. Meni arzon sotmagin ey do'st. Do'stim, do'stim, ortingdan taş atgan yo'q edim. Do'stim, ey do'stim, kim taş atsa unga o'q edim. Akbar, mabodo meni qidirib ketmayapsanmi o'rtoq? Ikrom, peshindan beri senga qo'ng'iroq qilaman. Telefoning doim o'chiq. Telefonimni sotib onajonimiz uchun dorilar oldim. Nima? Axir do'stimning onasi meni ham onam-ku. Shunday emasmi? Sendek do'st bergan Allohimga shukrlar bo'lsin. Do'stim, do'stim, ortingdan taş atgan yo'q edim. Do'stim, do'stim, kim taş atsa unga